O'g'il qizim farzandim, ishq bog'idan payvandim. Bog'lanib bandim, sog'inganda o'rtandim, farzandim asal qandim. Qashqadaryoda yakka yagona bo'lgan o'rtoqlar, ko'pchilik oilalarga farzand quvonchini baxshiga yetib kelayotgan Diamet Eko klinikasi bilan bugun sizlarni tanishtiraman. Yonimdagi mutaxassis Habib Aslan. Bu yigit Turkiya davlatidan kelgan bo'lib, ko'pchilik oilalarga farzand quvonchining kirib kelishiga sababchi bo'lib turibdi. Bundan tashqari, o'rtoqlar, Qashqadaryomizdan tashqari Surxondaryo, Buxoro, Navoiy, Samarqanddan, respublikaning hamma joylaridan kelib, Diamet Eko klinikasida o'z niyatlariga yetib olishyapti. Diamet Eko klinikasida siz farzand ko'rish bilan bog'liq har qanday muammoga albatta yechim topasiz. Eko qildirgan mijozlar mana shu barabanga o'zining ism familiyasini yozib tashlab ketadi va belgilangan bir vaqtga kelib ushbu baraban ochilgandan keyin qaysidir bir mijozning puli qancha to'lov qilgan bo'lsa 100% o'ziga qaytariladi. Bundan tashqari ikkinchi va uchinchi o'rinlar uchun bepul muzlatma amaliyoti amalga oshiriladi. Qanchadan qancha oilalar farzand uchun borini berishga tayyor. Qanchadan qancha pullarini chet elga, yo'llarga sarf qilishdi. Eskidan bir gap bor, oldingdan oqqan suvda qadri yo'q degan. Diamet klinikasiga murojaat qiling va siz farzand bilan bog'liq har qanday muammoga yechim topasiz. Esingizdan chiqaring.